Yaxshi xabar, endi piyoda yurib ham pul ishlasangiz bo'ladi. Prezident qaroriga ko'ra 1-maydan boshlab 10.000 qadam piyoda tajribasi hamda sog'lom turmush tarzi platformasi, ya'ni 1HLS.uz faoliyati qayta yo'lga qo'yiladi. Ya'ni har 10.000 qadam uchun siz pul ishlaysiz va bu ishlagan pulingizni xohlasangiz kommunal to'lovlar uchun, xohlasangiz karta raqamingizdan ushbu pullarni yechib olsangiz bo'ladi. Platforma uchun har yili 10 milliard so'm mablag' ajratiladi. Shu bilan birga 2026-yil 1-maydan boshlab tabiatni muhofaza qilish sohasida alohida tashabbus ko'rsatgan maktab o'quvchilari, texnikum o'quvchilari va oliy ta'lim muassasalari talaba yoshlari, shuningdek xalqaro va mahalliy miqyosda yuqori natijalarga erishgan yoshlar o'rtasida ham yosh ekolog ko'krak nishoni ham ta'sis etiladi. Shuningdek, Xorazm viloyati Urganch tumanida yangi Xorazm viloyati yashil texnikum ham tashkil etiladi. Ushbu videoni barchalar jibarib qo'ying va hoziroq App Store yoki Play Market orqali sog'lom turmush tarzi platformasi, ya'ni 1HLS.uz ilovasini hoziroq yuklab oling va 1-maydan boshlab har 10.000 qadam uchun pul ishlashni boshlasangiz bo'ladi. Videoni esa maksimal darajada barchaga tarqating va ham sog'liq uchun foydali bo'lgan qadamni bosib o'tasiz, ham bu orqali pul ishlashdan boshlasangiz bo'ladi.